30 sekund birinchi javob berishga, tushunarli? Hozir siz sinfni 4 guruhga bo'ldingiz, ha? Ha, sinfimiz demak har doim darslarimiz shakllanishi 4 ta guruhga bo'lingan holatda bo'ladi. Demak, bunda jamoalar faol qatnashib, berilgan savolga 30 daqiqa ichida, demak, 30 soniya ichida javob berish kerak. Har bir guruhda lider o'quvchingiz bormi? Bor. Albatta guruh bo'lgandan keyin bitta lider o'quvchi sardor bor, ha? U lider hisoblanadi. Qaysi? Mana masalan bu guruhda kim? Mana bu guruhda. Bizning sardorimiz. Yaxshi. Mana sardor. O'rningizdan turing. O'rningizdan turing. Yaxshi. Mana demak sardorlar. Bular guruhi bilan birgalikda hozir ish olib boradi. O'tiringlar qizlar. Yigitlar o'tiringlar. Rahmat. Davom etavering. Demak, mana shu zakovatimizni ballarni yig'ilgan holatda oxirida hisoblanib g'olib bo'lgan jamoaga biz sovg'a tashkil qilamiz. Ko'ramiz qaysi guruh qanday qatnashar ekan. Faol bo'linglar. Xo'p, birinchi savol. Tayyormanmi? Christopher Columbus tomonidan Amerika qachon kashf etilgan? Vaqt kam qoldi. Ballar yozdi. Demak, birinchi jamoa 1992 to'g'ri. Ikkinchi jamoa ham to'g'ri javob bergan. Uchinchi jamoa ham, to'rtinchi jamoa hammaga bir ball. Aferin. Aferin. Keyingi savol. Genrix ismli dengizchi qayerlik bo'lgan? Genrix ismli dengizchi qayerlik bo'lgan? Demak, bu guruhimiz tayyor. 3 ta guruh qoldi yana. Aferin. Asqarjon olib kelib ber. Yaxshi. Mana Asqar ham qatnashyapti darsda. Asror ham qatnashyapti. Ozodbek ham qatnashyapti darsga. Darsda qatnashyapti. Yaxshi. Birinchi guruh Ispaniya degan, demak javobimiz xato. Ikkinchi guruh. Yo'q. Uchinchi guruh Portugaliya degan, to'g'ri. Demak, xalqoda Genrix dengizchi, demak Portugaliyalik. To'rtinchi guruhga bir bor. Qaysi guruhlar bor endi? 3-hamda 4-guruhlar. Aferin. Aferin. Sizlar shumtakalar. Mana javob berolmadinglar. Navbatdagi savolga o'tamiz. Diqqat bilan eshitamiz. Navbatdagi savol. Keyingi savol. Tayyormi? 1519-yilda Portugaliyalik yana bir dengizchi ekspeditsiya Amerika janubidagi bir bo'g'ozni aylanib o'tib, keyinchalik Magellan bo'g'ozi deb atadi. Diqqat savol. Bu shaxs kim edi? Aferin. Birinchi guruhimiz javob berishdi. Qolgan guruhlar, Ozodni guruhi, Boburjonni guruhi turibdi. Daniel, Asror. Aferin, Asror yana qatnashyapti. Mana javob topib kelsalar ham bo'laring. Xo'p, ko'ramiz. Qani kimdi? Javobi to'g'ri ekan. Ana endi ko'ramiz. Har doimgidek deyapti, qani ko'ramiz. Birinchi guruh Fernando Magellan, to'g'ri, bir ball. O, Rayhona, aferin. Uchinchi guruhga bir ball. To'rtinchi guruhga bir ball. Faqat ikkinchi guruh to'g'ri javob bergan. Ikkinchi guruh kimlar? Boburjon guruhi. Mana to'g'ri yozdilaring. Birinchi guruh jamoasi to'g'ri javob bergan. Keyingi savol. Nadirlan degan. Eshitamiz.
Eshitamiz. Magellan bo'g'ozi deb ataldi. Demak, Savolni diqqat bilan eshitamiz. notanish va sokin bo'lgan ulkan hudud okean. Endi Magellan o'sha yerda yurgan vaqti shunchalik sokin bo'lgan. Magellan u yerga sokin bo'lganligi uchun nima deb nom bergan? Daniel qatnashyapti. Ofarin. Ofarin. Ozodbek qatnashyapti. Yaxshi. Demak, bu yerda bir ovozdan hamma to'g'ri javob bergan. Magellan, ya'ni Tinch okeani deb ta'rif. Murakkabroq savol bering. Rajabov, usta, bular qandaydir, hali aytib bo'lmasingizdan javob aytyapti. Bular yaxshi Yaxshi o'qigandanmi bular? Bir murakkabroq savol bering, shu Daniellar qiynalib qolsin, javob bera olmaydi. Hop, keyingi savol. Pishakchani tashlab keldingmi? Ispan dengizchisi Ota-onalar gruppasiga tashlab beraman. Luis Torres Osiyo bilan Avstraliya orolidagi bo'g'ozdan suzib o'tib, yangi qit'a qit'alariga yetdi. Diqqat savol. Qachon? Luis Torres demak Osiyo bilan Avstraliya orolidagi bo'g'ozdan suzib o'tib, yangi qit'a qit'alariga yetib boradi. Nechinchi yilda?